Assalomu alaykum hörmətli görülmənlər. Görüyotqanlar Erkin Asiya Radiosu Uyğur bölümünün nəzər proqramısı. Mən Alim. Biz bugünkü proqramımızda Amerika bilan Xitoy arasında kun sari yomonlashayotgan jiddiy munosabat, ikki davlat arasida yangidan sovuq munosabatlar urushini keltirib chiqaramdi degan tema to'g'risida suhbat olib boramiz. Biz bu munosabat bilan Amerikadagi Uyg'ur kishilik huquq qurilishi idora hay'atining raisi Nuri Turkal apandi bilan Turkiyadagi Hacıtepe Universitetining dotsenti Erkin Akram apandini alohida taklif qildik. Suhbatimizga xush keldinglar. Rahmat. Hoş bulduk. Hammamizga ma'lum bo'lganidek, Ikkinchi dunyo urushidan keyin Amerika yetakchiligidagi g'arb ellari bilan sobiq Sovet ittifoqi boshchiligidagi kommunizm lageri orasida 45 yillik so'zilgan sovuq urushi, ya'ni sovuq munosabatlar urushi yuz berdi. İdeologiyalik düşmanlikni asos qilgan bu urush 1991-yili Sovet ittifoqining gumron bo'lishi va kommunizm lagerining tal-to'kis barbod bo'lishi bilan oxirlashdi. Ammo bugungi kunda Amerika bilan Xitoy orasidagi munosabatmi bag'an sari sovuqlashib, ikki taraf orasidagi dushmanlik kun sayin kuchaymoqda. Natijada Amerika hukumatidagi bir qism yuqori darajalik amaldorlar Xitoyni xuddi sobiq Sovet ittifoqiga o'xshashla Amerikaning eng chong dushmani deb qarashga boshladi. Amerika Avam palatasining a'zosi Mike Gallagher 4-iyun kuni Tiananmen qirg'inchiligining 30 yillik munosabat bilan Amerika Davlat Majlisida Cumhuriyetchilar partiyasining rahbarlik gruppasiga vakolatan bayonot e'lon qilib, Xitoyning xuddi sobiq Sovet ittifoqiga o'xshashla Amerikaning dushmani ekanligi, shunga Xitoy kompartiyasini tarixning axlat sandig'iga tashlab o'tish kerakligini jaka oldi. Biz suhbatimizni boshlashdan burun Avam palata a'zosi Mike Gallagherning bayonotini anglab o'taylik. 1946-yili George Cannon o'zining mashhur uzun telegrammasida sobiq Sovetlar ittifoqining o'z hokimiyatini saqlab qolish uchun Amerikaning nufuzini sundirish e'tiqodiga asabiylikcha cho'qinganligini munozir qildi. Cannon bu tahdidga taqobil turish o'z diplomatiyamiz duch kelgan eng mushkul vazifalarning biri deb qargan edi. Bugun shuni aytamanki, biz hozir o'xshash strategik raqobatga duch kelyapmiz. Tiananmendagi jinoyatlardan 30 yil keyin Xitoy kompartiyasi bizning xalqaro nufuzimizni sundirishga urinish g'arzida davlat ichida texmi zolimlashgan bo'lsa, davlat sirtida texmi mushtum zo'rlashishga boshladi. Bugun bosh sekretar Xi Jinping Xinjiang o'lkasida 1 milliondan ortiq musulmonni ulay tayoqqa besiladigan, tan jazosiga uchraydigan, qonuniy yordamga erisha olmaydigan jazo lagerlariga solganligini ko'rdik. Bizning bu yerda shohid bo'layotganimiz faqat bir razilliklar emas, balki kelgusi vaziyatdan oldin bashoratdir. Xitoy kompartiyasi sobiq Sovetlar mag'lub bo'lgan taraflardan saboq olib, o'z hokimiyatini davomlashtirish uchun Xinjiangdan foydalanib, hokim mutlaq taqib davlatini texmo mukammallashtirmoqda. Meningcha, Tiananmendagi jinoyatlarni oshkorlash, Xinjiangdagi jinoyatlarni oshkorlash, mas'uliyati bor shaxslarga qattiq jazo tadbirlari qo'llanish, hamda bu qabih sistemini kuchga ega qilgan Amerikaning yuqori texnikalarining ularning qo'liga o'tib ketishining oldini olish qatorliqlarida eng mushkul bo'lgan yana bir vazifa borki, u bo'lsa-mu o'z qimmat qarashlarimizga sodiq bo'lishdir. Chunki mening qarshimcha, Amerikaning barobarlik, erkinlik va qonun bilan boshqarish tasavvuri Xitoy Kommunist partiyasi tashabbus qilgan distopiyan kelgusiga qarshi nihoyat ro'shan selishtirim bo'la oladi. Agar biz bu qimmat qarashlarimizdan voz kechib, Xitoydan eshib ketishga tirishsak, Xitoy hukumat kontrolligi, sotsializm, yuqori texnika bilan qurollangan utopiyaga qarab texmi ilgirlaydi. Natijada biz mag'lub bo'lamiz. Xuddi Cannon 1946-yili aytgandek, bizning beshimizga keladigan xatar kommunizm masalasiga taqobil turish jarayonida o'zimizning o'xshab qolishimizga yo'l qo'yishimizdir. Oxirida men shuni aytamanki, bizda Xitoy masalasi mavjud emas, balki Xitoy kompartiyasi masalasi mavjud. Men nurg'un jihatlarda, bo'libmi men a'zosi bo'lganligimdan faxrlanadigan harbiy ishlar komitetida bu masalada har ikki partiyaning qarshi birdek deb qarayman. Shunlashqimi, Demokratlar partiyasining oldingi qatordagi prezident nomzodlarining buni aksicha Xitoy kommunist partiyasi biz va ittifoqdoshlarimizning davlat manfaatiga tahdid emas deb tonishi hammalarni cho'chitishi kerak. Mana bu Tiananmen qirg'inchiligidan 30 yil keyingi bugungi kundami mushundoq o'ylashning naqadar sodda va xatarlik bo'lganligini esimizga selishi kerak. Bugun biz zabardast turib, Xitoy kompartiyasini u mansub bo'lgan tarixning axlat dovisiga tashlab o'tishimiz kerak. Undaq bo'lsa, men oldi bilan birinchi savolimni Erkin apandidan boshlay. Amerika bilan Sovet ittifoqi Ikkinchi dunyo urushidan keyin nima sabablardan dushmanlashib sovuq munosabatlar urushiga qadam qo'ydi? Bu ikki darajadan tashqari cho'ng davlat o'tirishga asosli talash tortishlar zodi nima? O İkinci Dünya Uruşu tugaydiganda bu 19'dan itibaren şu Kahire konferansdan şu San Francisco'da olan bu cereyanda aslında bu dünyanın qanday bölüşüp olmamızdan bir mesele var. Yani Sovetler İttifaqı'nda Amerika ve İngiltere arasındaki bir harekettir bu.
Bundan sırt şu Japonya'nı mağlup kılış için her türlü nimige Sovyetler İttifakı'na ihtiyaç var. Bu ihtiyaç 45. yıldan ki 7. ayının 16. günü de özgürdü. Bunun sebebi nimo diyende kadro kuralına albiyette Şununla Amerika hem de bu bomba bile Japonya'nı mağlup edimiz diyemakta. Sovyetlerine jirak düşünme halı ama Japonya'ya bu atom bombasını atan 8. ayın 6'sından başlayıp atan kim? Sovyetler İttifakı bununla aldırakla 8. yılda Japonya'ya canlı ilan etti. Şununla Sovyetler Şimali Kore'ye geçe Amerika'ma Cenab-ı Kore gelgen çağda General MacArthur birinci buyrukunu düşürüp muş 38 paralarda piliş lazım dedi ve 45. yılının 8. aydan itibaren iki tarafının ki bu menfaat bölüşüş biraz kıyım oldu. Ben diyen 4-5 konferans yapılgan vaxtıda muşu Avrupa'nın kandak bölüşüdüğün hakkında bulup muşu Polonya'nın kandak bölüşüdüğün ve şundaklı Kırman'ı mağlup kılganın Kırman'ı kandak geldik aslında soğuk can şu vaxtıda başladı. Yani Erkin Efendi bu soğuk can hem de soğuk uruş yoki soğuk münasebetler uruşu. Ama muşu iki taraf fakat ideologiya cihetten yani birisi kapitalistik. Bu demokratik devletine asas kılan kapitalistik devletler bilen bu komünizm sistemini asas kılan Sovyet İttifakı çemberdeki devletler arasında bu soğuk uruşu başlandı, şunda mı? Bu soğuk canlının bir kısmı, bir terkibi bu. Tabii ben diyendek bir yerde bir menfaat var. Bir yerde menfaat bölüşemeyenlikten ve şundakla ideoloji, tarafındaki ideolojine okuması ve şundakla komünist ideolojinin ki Asya'da yayılıp Şarkı Avrupa'ya yayılışının xatarlik olganlığını ve bu xatarlik şu xavfsizlikle münasebet olacak ve bu xavfsizlikle birlikte yani iktisadi ve ticaret hatta şu kültür, medeniyet sistemi bir tesir. Bunun çıkıp gelken çağda bir tarafının ki hem siyasi hem iktisadi hem bu dünyadaki hakimiyet ve şundakla ideoloji bular birleşken takdirde soğuk can başlayan oldu. Amerika'nın hazırki Xitay'a qaratgan siyasetinde birdinla zor bir özgürüş oldu hazır. Şu Trump Amerika'nın prezidenti bolgandan beri Amerika bilen Xitay arasındaki bu soda meselesi hem de söküpte hal bolmay bolsa bir soda uruş qayınlıp bolgandan beri hazır Amerika hökümetinin işinden bolsun, Amerika'nın dövlet meclisi işinden bolsun, Amerika'nın yunuygun mesela tədqiqatçılardan bolsun, Xitay'a ait karşı hatta Xitay'ın düşman hazır Xitay bilen bir soğuk uruşga kirdik degan bunda fikirlerini otur koyuvatıdı. Sizdinçe bu siyaseti birdinla bunda özgürüşünün sebepleri neme? George Orwell 1945-yili bir nima yozib, maqola yozib. Uningda shu Ikkinchi dunyo urushidan keyingi dunyo jamoatchiligida ideologiya jihati to'qinish bo'lganligini, atom bombasi bor davlatlarning bir-biriga hujum qilmaydiganligi, lekin bunday uzun musofirlik bir ishligini. Bu tükendikin Asiyadagi cho'ng kuch Xitoy bilan bir arada ixtilof chiqarganligini tasavvur qilib bir obzor yozgan. Bundan keyin Amerikalik George Kennan degan diplomat bu so'g'oq urush degan hukmni o'ttirib chiqargan. Erkinlik tarafdorlarini himoya qilish, qo'g'dash shiori bilan o'ttirib chiqqan. Endi hozirgi qaraydigan bo'lsak, bu hozirgisida iqtisodiy, texnika, bexatarlik va inson haqlari dek müddə keng məzmun öz içiga alğan. Şuna bununki ötken qitimqi soğuq quruşdan kölümü keng bolduğan, çunqur bolduğan, hətta bəzi dövlətlərə bolduğan ziyni texim çoğ bolduğanda görünüb atıdı. Navsa Erkin Efendi bu Amerika bilen Sovyet İttifakı arasında soğuq münasibətlər uruşu başlanğandan keyin Xitay hökuməti dəstləbdə Amerika tərəf tutdu demdi. Keyin nima üçün meydanı özgərtdi? Bunun tarixi ağ görünüşü nima əmdi? Aslında Amerika şu soğuk can başlayandan keyin mesela 47. yılda Moğolistan'da bir devlet kuruluştu. 49. yılının 4. ayda Türkistan'da bir devlet kuruluştu ve şundaklar Xitay'nınki başka mesela vasal diyen rayonlar üyeler devlet başladı. Bu Xitay'ını biraz rahatsız başladı ama bunu kabul kılışka mecbur kaldı.
Şunu demekçi ben. Yani soğuk savaş, soğuk jang başlagan vaqtida Xitoyningki manfaatiga to'g'ri kelmagan. Shuningga bu Sovetlar ittifoqining yanida turdi. 1950 va 1960. Keyin shuning bilan Sovetlar bilan arası buzilgandan keyin 1971'de ondan keyin Amerikaningki siyosati o'zgarish bo'ldi. Bu Prezident Nixon'ninki ko'z qarashi bilan Xitoydagi bir jamiyatni shu dunyoninki jamiyatni ailesiga tetilish lazım degan bir tushuncha bilan u vaqtdagi shu Nixon prezidentninki maslahatchisi Henry Kissinger'ninki Xitoyga berishi bilan bu o'zgardi. Bu o'zgarishninki bir qancha sabablar bor. Birisi shu 1969'da Xitoy bilan Sovet ittifoqining kirada bir urush bo'ldi. Yani birisi bo'lsa shu 1971'den itibaren Sovetlarninki shu teknoloji bulupmu shu hava boşluğundaki teknolojisi yükseldi. Şununla Amerika hem Vietnam'da qiyinchiliklar, Sovetlarninki işi ve Xitoy bilan Sovetlar arasındaki bu buzilişi bilan derhal bu Amerika bu Xitoy bilan hamkorlik qurishga başladı ve bu hamkorlik ma'lum bir seviyede yarıdı. Sovetlarni kurşat için, muasırga iliş için bu yarıdı. Ondan keyin bu 79'dan keyin Afganistan'a kirgan Sovetlar bilan kurashgan chaqdima Amerikaningki qo'llayotgan bu jangchilarningki davolash ishini Sharqdagi doktorxonalar ustiga oldi. Hamda bu Xitoy shu jangchilarga qurol yetgan. Yani bu 71'den başlap şu 79'gacha şunda diplomasi münasebeti bulmay durup birbirine hamkorlik ve 79'da şu diplomasi münasebet kurulgandan keyin iki devletning münasebeti başladı. 85'ten itibaren bu iki devletning ticari münasebeti Amerika'nın ziyniga bu münasebet Amerika'nın ziyniga. Ama Amerika'nınki məqsədi, yani bulupmu Prezident Clinton'ınki vaqtida Xitoyni xalqaro tuzumga ekilib, Xitoyni shu dunyoning ailesi halıqı ekirayli degandan keyin Xitoy bilan Amerikaning munosabati boshqa bir yerga mangdi, ya'ni 90 keyin so'g'ik jang tugagandan keyin boshqa bir xil munosabatga kirdi. Ama bu munosabat bugün boshqa yana bir munosabat bir xil yo'lga kirdi. Yani yükselgen Xitoy Amerika'nınki xalqaro tuzumi, xalqaro kurumlar, yani organlar, Birleşken Devletler Teşkilatı, IMF olsun, hemsiga karşı alternatif kurumlarını kuruşga tirişib. Unda bo'lsa Nuriy apandi, bu agar Amerika bilan Xitoy orasida hozir Amerikada cho'ng siyosiy jihatdan o'zgarish bilan Xitoyga tutgan maydonda ikki davlat orasida agar bu yangidan bir so'q urushi shakllansa, buning Uyg'urga nima foydasi, nima ziyni bor? Bu ikki davlat orasidagi bu hozirgi vaziyat Uyg'urlarga bir siyosiy fursat deb ko'raman. Gerçi Sharq Turkistonda bu yig'ilish lagerda milyonlarcha Uyg'urlar azob chekayotgan bilan bu Uyg'ur meselesi hozir siyosiy jihatdan dunyo sahnasidan asosan muhim bir o'ringa yetib keldi. Bugünkidek Amerika'daki bu tashqi siyosatida o'xshash fikrdan ko'p o'rin tutgan bir vaziyatda Amerika'ningki Kengash Avam palatadagi Elizabeth Warren bilan Marco Rubio o'xshash fikrda bo'lgan mundaq bir afzal sharoitda Uyg'urlarning bu hozirgi ziddiyatda bir siyosiy manfaatga erishadiganligini ko'rib yetamiz. Uningdan bu Uyg'urlar tashkiliy jihatdan bo'lsin, ijtimoiy jihatdan bo'lsin, shaxsiy jihatdan bo'lsin, qanchalik foydalana oladi, qanchalik uningga tayyor tura oladi degan savol hammamizni o'yga soladigan bir savol. Endi bu yerdagi buning munosabati kendi bir muhim nuqta bor. Agar shu Uyg'ur yig'ilish lageri o'tirg'i chiqmagan bo'lsa, Amerika hükümeti bilan Xitoy hükümeti arasida hozirgidek ideologiya jihatdan, qimmat ko'z qarash jihatdan, prinsip jihatdan ixtilof chiqamdi degan savol mencha chiqmaydi deb o'ylayman. Endi bu so'g'oq urush abay degandek necha turlik sabablarni o'z ichiga olgan bo'lsa, shu texnika, bexatarlik va iqtisodiy jihatlardan merkezleşken bir ziddiyat o'rniga kirgan bo'ladi deb o'ylayman. Endi hozir Uyg'ur masalasi, Sharq Turkiston masalasi bu
bu sizning xabaringiz bo'lgandek Amerikaning hozirgi Washingtondagi tashqi siyosat dunyosida ya chemberikining ichida birdan-bir ikki partiyaning adamini birlashtira oladigan Trump hokimiyatining tashqi siyosatining ichida faqat va faqat Xitoy siyosatini qo'g'daydigan, himoya qiladigan bir vaziyat shakllanadi. Ham chunki bunaqa jihatni aytgan chog'da bu hozir Amerika xalqi hukumati bo'lsin, Trump hokimiyatidagi hukumatidagi g'olliq siyosiy strategiyachilar bo'lsin, Xitoy degan bir hukmni Uyg'ur aynik orqali ko'rayotgan bir vaziyatni ko'ryapmiz. Endi buningda ziyon tortib qolgan ahvolim bo'ldi. Chunki bizning hozirgi prezidentimiz transactional president deymiz, tijoriy ko'z qarash bilan ish qilgan bo'lg'achqa foyda ziyon uttirish. Ma'lum jihatda Xitoylar hozirgi shu Magnitsky qonunining ijro bo'lishining oldini olgandek, Uyg'ur masalasining kun tartibga kirib, muhim ish qatorida o'tirg'i chiqishining oldini oladigan tadbir qo'llanishi mumkin. Endi ko'pincha bizningki Uyg'ur jamoatchiligidagi ziyolilar, bu fikr sohiblari bu Xitoy hokimiyatiningki Uyg'urlarni hozir qattiq urayotganining sababimi Xi Jinping o'z vaqtida o'tirib qo'ygan Vociferous Force degan bir hukmni o'tirib qo'ygan ko'rinmaydigan tahdid. Bu ko'rinmaydigan tahdid deb ko'rdi. Masalan, Sharq Turkiston meselesi yoki Uyg'ur meselesi kelajakda Xitoy hokimiyati Amerika bilan yo boshqalar bilan bir maydon talish girdog'iga kelib qolgan chog'da muqimsizlikni shakllantirgan bir kuch shu buni vaqtida yildizni quritish kerak degan bir mavqeda siyosat tuzyapti deb ko'rildi. Shu Amerika bilan Xitoy orasidami agar vaqt kelib qolsa Xitoy shundaq bir rol o'ynab qolmasin deb Uyg'urlarga texim qattiq qo'l siyosat yurgizish qilish mumkinchilikim bor. Erkin apandi bu Nuriy apandi degandek hozir hamda bu hozirgi balkim yangi sovuq urushida Xitoyning cho'ng andishi bo'lsa, Amerika hukumati Uyg'urni qo'llab, balkim Uyg'urlarning vatanida bir atalmish qalayimqanchilik yoki muqimsizlikni keltirdi degan zo'r andishisi bor albatta Xitoy hukumatining. Ikkinchi dunyo urushi oxirlashgandan keyin Sovet ittifoqimi 1944-yili masalan Uyg'urlarni qo'llab, ikkinchi Sharq Turkiston davlatini qurib, u chaqda hamda Gomindan Amerikaning ittifoqdosh bo'lganligi uchun uning qarshi harakat qilib ishlatgan. Ya'ni birinchi qitimliq sovuq urushdimi Uyg'urlar shu sovuq urushining bir qismi bo'lgan. Sizningcha bu ikkinchi qitimliq bu sovuq urushidimi Uyg'urlar shuning bir qismi bo'lib qilish mumkinmi yo mumkin emasmi? Bir qismi bo'ladi, chunki Xitoyningki bir masalasidir. Shuning Xitoy bu jahonda yuksalgan sari bu masalasiga egishib, bunga paralel yükseldi. Şunu hazırdan başlayıp da görüyoruz. Amerika arasındaki bu değerlerinki arasında çok Uygur meselesini tılığa ilvattı. Mesela Tibetlerini ve başkalarını ilvattı da. Ama Uygur meselesi burun tek bunda halkaranınki çok matbuatlarda ve şu medyalarda çıkıp muga. Yani demek ki Xitay yükselgen seri şartlıktan meselesine Uygur meselesini yükseldi. Ve eğer de gerçekten bu bir soğuk uruş yeni bir tipteki soğuk başlasa Uygurlarma bununki nurgun bir harfinin ki birisi bulalay. Ama şundakla sebep etkendik kurbanma gidelaydı. O 44'teki Cumhuriyet maçına tepken. Şununla neydi dikkat bile bu meseleye karmak lazım. Uygur davası veya Kırgızistan davası tarihi başında bir nokta kaldı. Eğer de bu tarihi nokta gelgen meselenin bu yaratan bu fırsatını eğer de tutamayan takdirde belki Uygurmuşu soğuk, yine soğuk'un ki kurbanımı eğer de şu Amerika ile Xitay'ın arasındaki şu hazırki bulvatlar da misalga kalan sahalarda iqtisadi sahaga, teknoloji sahaga, pul muamele sahaga degende hatta bu ideoloji ve metraşları degende aşı sahalarga yayılgan takdirde yeni soğuk savaş başlaydı degen. Eğer de bu sahalarga yayılmayla yalnızda muşu ticari usullarla taraflar eşik taraf bir-birini düşünüp de kelişivagan bolsa bu vaqtida Xi Jinping turvatmagan bo'ladi ve Xi Jinping kahraman bo'lib turibdi. O kahramanlığı bilan Sharq Turkistonda texmi keng bir siyosetni ilib berish mumkin.
etraftaki hoşun devletler gibi tekimi Çin siyasetlerini çünkü Amerika'nın ben kahraman değil. Bunda boğan takdirde Uygurlar yine da kurbanının ihtimal. Yalnızla Amerika emez, bütün garip devletlerine şu Uygur meselesiye, onun bölüşkiye teşvik etmek lazım deb oylayman. Nuriye Efendi, sizningcha bu Uygur meselesi, bo'libmi şu Tinchungu, Şinjan atalmış Şinjan Uygur Abdum Rayı'nın baş sekretari bulup kelgandan beri, yani 2016 yılı 8. ayda onun yürgüzgen bir muncha siyasetleri, meyli lager meselesi bolsun, saqchilarni ko'paytirish bolsun, Uygurlarni hamda bu rayonu, yani yuqori texnikalik saqchi davlat qilib aylantirish bolsun, Uygurlar qaratgan mushunda qattiq qo'lliq siyosati bu Amerika boshchiligidagi g'arb ellerini qanday shaklda bir o'yg'atdi, yani Xitoy davlatining qanday bo'ladiganligini bular his qildi bu masalalar. Yıllardan beri Uygur meselesi oturga çıkkanda bunu insan hakları meselesi de tonuğan ve şu mevzu, şu dikkat nazarı bilen oturup koyup Xitaylarla boğan diyalog işletip gelgen. Hem de ötkenki bir yıl bulup mu bu 2019 kirgenden beri Uygur meselesinin ki kandakto Xitay'nın ki ziminin içeriki bir insan hakları meselesi emez. Bu geopolitical, bu halkara rayon karakterlik mesele ekanligini ve Xitayninki özünün yenidən revisionist, bu sistemni özgərtiş, yeni bir normallıqni o'ttirg'a chiqarish uchun yurgizib atgan siyosatining tajribxonasi bo'lib qolganligini. Undan keyin agar bu vaqtida to'xtatilmasa, bu dünya jamoatchiligi yenidən başqa bir digital authoritarianism, bu texnikidan o'ttirg'a chiqqan qattiq qo'lliq bir tuzumning o'ttirg'a chiqadiganligini dünya ağalandırış bir vaxtı. Hem de bu mındaq aytgan çağda Uygur meselesi, Şərq Türkistan meselesi, hazırkı şu yığılış kamp, lager meselesi dünya cemaatçilikini oyğatdı. Qandaq bir rejim bilen, qandaq bir hakimiyet bilen, qandaq bir siyasi rəhbər bilen münasibət qılıb atqanlığını, bunu qandaq başqadan görüb çıxışının zörürlükini. Əgər görülüb çıxılmasa, bu əxlaqi, prinsip cəhətki məsələ olmasdan aldığınkini Randy Shriver, Amerika'nın yardımcı müdafiə ministri oturup koyğandek bir xəterlik meselesi olduğanlığını tonup yetib atıdı. Yani şunda olğan çağdan bu hazır Uygur meselesini bu insan hakları meselesi de tonumaslıqның ki zörriyetinden başka bu ne hazır yürgüzüp atkan siyasetini Xitay hakimiyetinin ki dünya cemaatçilik eksep atkan bir texnikin asas qilib, özünün iqtisadi gücünü asas qilib yürgüzüp atkan bir kengeymiçilik siyaseti deb tonusa xatalaşmaymiz. Erkin Efendi, bu birinci qitimliq soğuk urushida ahirgi hesapda yana 1991 yılı Sovet İttifaqının məğlub bo'lishi ham parchalanish bilan oxirlashdi. Sizningcha bu ikkinchi qitimliq so'q urushda bu oxirida Xitoy mag'lub bo'lib Sovet İttifaqidagi parchalanishi mumkinmi? Buningki ehtimoli bor, ammo hozir Amerikada bu Xitoy bilan erishmay kelishib qilayli deydiganlar bor. Ammo Nuriye Efendi'nin degandek meclis hemisi ortak göz qarashi var. Yani Xitoy Amerika'nınki hem Amerika'nınki menfaati hem Amerika'nın halkta yaşardaki menfaatiga ziyan bir vatan bir devlet oldu. Ve hazırki Trump hükümetimi 2017'den itibaren çıkartan bir kanca milli devletinin təvəssüzlüğü ve mutafiye ile münasebetlik toplatladığımı Xitay'ını bir strateji, rakip ve Amerika'da ziyan bir vatan devlete bir vatan. Eğer bu düşünce özgermese bir mezgil devam kılıdı da oylayma bu. Eğer de Amerika yaxşı oynap mangan takdirde Xitay'ını mağlup kılalaydı. Ama Xitay'ma bu kolumunu putumunu bağlap koy dep mi demeydi. Ulama yüzünün ki tarihi şu strateji tecrübe bile Amerika'ya karşı çıkmadı. Misal hazır ki şu ticari uruşuna değil, epey şu vaktini uzatıyor. Uzatkan seri bu Xitayca'da bir gap var. Kitle uzun olsa çok köp olurdu. Uzatkan seri Trump'a karşı çıkan Amerikalılar köpeydi. Bunlar hem de şu Xitay ile ticaret vatanla ve onundan faydalı vatanla.
Doğru. Yani birisi şu uzatkan seri Trump'ın ki 2020'deki saylamga takatıldı. Eğer de aş vakitte Trump kazanmay kalsa da yana kazangan buludu. Yani Xitay'nın ki bazı taktikleri var. Bu işini etey uzutup ziriktirip onun denkin Trump'ın ki o iradesini ama acizlaştırıp muşu yoluna istevattı. Yani Xitay'da medeniyetinde bunda oyun tamaş nime, oyun taktikler yaman ki. Bunu eğer de Amerika tarafı yaxşı bilingen takdirde yani Xitay uvaldığı ahvalma bu Xitay üstüleş ihtimali. Yani birisi her iki taraf birbirini tutamaydı. Yani üç yıl ihtimal var hazır ahvalatlar. Yani Amerika futbolu, Xitay futbolu ya ki işte tam bulundu da persek bulundu da koydu. Nuri Efendi, eğer Amerika futbolu Xitay mağlup olup, Xitay'ın Sovyet İttifaqı oğuşaş gümran olsa, ya ki payçını çıkıp mecbur olsa, bu Uygurlar hakkında bir fırsat gelip geldi. Hazır hem bu siyasi küzetkiçiler, mütəxəssislərin ki tonup yetken bir halkılık mesele var. Bu bütün yürgüzüp atkan kengayemiçilik siyaseti olsun, ya ki bu özünün halkının qiyna siyaseti olsun, ya ki bu iqtisadi diplomat küçüdün texnika, evzelliginden paylanıp dünyaya yeni bir normalini şekillendirip atkan bolsun. Bunun hemmesi şu Komünist Parti'ndeki özünün mevcudiyetini endeş qıqallıqның səbəbidən boldu. Şunun üçün bütün diqqət Komünist Partiyaga berilish kerak degan ko'z qarashlar o'ttirib qo'yilyapti. Bu sovuq urushda hozirgi davom qilayotgan bu urushda mencha Xitoy uttirdi deb o'ylayman. Yani buningga akademiklar, erkin efendimlik strategiyachilar boshqacha ko'rdi, buni har turli o'xshamaydigan. Bu biraz nima qaraydigan bo'lsak, hozir bu Xitoyning zodi sistemining ichida ham Xi Jinping qarshi bir xil kuch shakllanyapti. Bu millatchilik tar millatchilik nuqtai nazaridan yurgizayotgan siyaset yurgizdik, iqtisodiy tuzum yurgizdik deb bu hukumat qarshi chiqayotgan bir narsa o'tirib chiqyapti. Ham bunday ahvol ostida bu ijtimoiy besim, iqtisodiy ziyon, xalqarodagi shon sharifi bu tarafdan siqilish asosida bular buning uzun taqobil turishiga mening ko'zim yetmaydi. Lekin abay 5 da suhbatimizning 5i degandek bu mushundaq bo'ldiganligini 1945-yillar bu aqlli insonlar buni qiyos qilib bo'lgan. Faqatlam buning qachon bo'lishiga bog'liq bir ishdi. Buning asosi Donald Trump bilan serildi deb qarasak, buning qancha yil davom qildi, yana qancha prezident bilan bu nim ilib berildi, buni faqat vaqt bilan belgilaydi. Unda bo'lsa, rahmat Nuri Efendi, ham rahmat Erkin Efendi bugungi bu programmamizga qatnashib berganingizga. Rahmat sizga. Hörmətli görərmənlər, bugünkü proqramımız müşahidə oldu. Kila qitim görüşkiçə xushvaqt bo'linglar.